Bu oddiy jamoa emas edi. Bu orzular, fidoyilik va xalq g'ururining timsoli edi. Paxtakor 79 yuragimizda yashagan, ammo osmonda halok bo'lgan jamoa. 1979-yil Paxtakor jamoasi Sovet futbolining markazida yorqin yulduz kabi porlay boshlagan edi. Bu jamoa o'zbek futboli uchun yangi davrning boshlanishi bo'lishi mumkin edi. Har bir g'alaba, har bir gol faqat ochkolar emas, balki xalqning orzulari edi. Bu yigitlar maydonda jonini berardi. Har bir zarba yurakdan, har bir g'alabadan so'ng stadion larzaga kelardi. Bu jamoani sevish, bu millatga sodiqlik edi. 11-avgust 1979-yil Paxtakor jamoasi Minskka uchayotgan edi. Ammo osmonda ikki samolyot to'qnashdi. Bir zumda butun jamoa halok bo'ldi. Futbolchilar, murabbiylar, orzular hammasi qulab tushdi. Bu o'zbek futbolining eng og'riqli, eng og'ir daqiqalari edi. Ular stadionda emas, osmonda, el ko'zida emas, samoda jon berdi. Ular bugun ham yuragimizda. Har bir Paxtakor g'alabasida ularning ruhi bor. Ular o'ldi, lekin g'oya yashadi. Ruh, jasorat, fidoyilik, Paxtakor 79 bizga shu saboqni berdi. Ularni eslash nafaqat hurmat, bu millat xotirasiga bitilgan fojiali sahifani yurak bilan his qilishdir. Futbol jinnisi kanali. Unutilgan afsonalar